Assalomu alaykum, Iroda opa. Assalomu alaykum, Durdona yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Hollaringiz yaxshimi? rahmat jongina. Nechikili deb ulgurdim darsda, zalda edim. Maza qilib ishlayotgandim. Mhm. Ulgurdim. Manda savol testda qilib ko'rdim. Xo'p. Qilganimda qizaloqlik 60% chiqdi. Qirolichalik Mhm. umuman past chiqdi. Mahbubalik 58, bekalik 33% chiqdi. Menga konkret savol, Iroda opa. Qirolichalik umuman past chiqdi-da manda. To'g'ri chiqqan. Nimaga ajablanyapsiz? O'shanga Men hayron bo'lib. qirolichaligimni tushunmayapman. Nimaga past chiqdi deyapsizmi? Aha. Qirolichalik sizda past o'zi jonginam tabiatda. Tabiatdan uni endi ko'tarishim kerak ekanda. Da. Bu yerda aytaveraymi yoki o'zingiz tushundingizmi nima uchun past deyotganimni? Aytavering. Qarang. Birinchi navbatda erkaklar bilan erkaklar haqida gapirsak biz yaxshiroq tushunamizda. Hammamiz mavzum ham shunaqami? Bitta sizlar emas, xavotir olmanglar. Chunki baribir rivojni biz o'zimiz uchun xohlagan taqdirimizda ham ularda ham tan olishini xohlaymiz-ku. Shuning uchun противоположный pollar haqida gapirib turib, ular misol keltirilganda erkaklar ham ayollar ham uyg'onib ketib qoladi-da. Shuning uchun shunaqa qilib tushuntiraman. Qarang jonginam. Sizdagi qirolichalik rostdan kam, Iroda opa. Bu tabiatdan emas, to есть buni sindirgansiz o'zingiz. Pust eringiz orqali bo'lsin, boshqa programmalar, karmalar nima bo'lishidan qat'iy nazar, ong osti shu informatsiyalarni tortib olib kelib bergan sizga. Demak, bu sizni missiyasi, ya'ni aynan qirolichalikni ko'tarish hayot yo'lingizda bor. Shu uchun ham siz qirolichasi past bo'lib o'tiribsiz hozir. Xo'p, buni qanaqa qilib aniqlayman? Siz to'g'ri, bu samatsinka pastga ham kiradi, lekin erkaklar bilan bo'lgan munosabatda sizda o'zingizga ishonch yetishmaydi-da. Siz nima qilasiz? Pulingiz orqali erkaklarni o'zingizga jalb qilishni boshlaysiz. Yoki erkaklarni to'laqonli yordamga muhtoj bo'lmasa ham ularni yordamga muhtoj qilib shimib qo'yasiz energiyasini. Qanaqa qilib? То есть qandoq qilib? Birinchidan жертва obrazda chiqqansiz, ancha chiqqansiz, lekin hozir уровень yana ko'tarildi-da. Endi bu уровеньda chiqib olishingiz kerak жертваdan. Zo'r chiqilgan жертваdan, lekin hali hanuz energiyani жертва orqali olish to'xtagani yo'q. Paka. Yana tushib qoldim. Nafaqat tushib qoldingiz, boshqa etapga o'tganingizda boshqa etapdagi жертва obraz turibdi-da, uni ishlamadik-ku biz 5-etajdagisini. Biz 4gacha ishladik shu paytgacha, coachda ham, boshqada ham. Men aytganim, eslaysizmi? Mana shu уровеньdagi holatingizda zo'r chiqib ketasizda. O'sha уровеньga qaytib tushmayapsiz. Agar qaytib tushganingizda bivshiylarga qaytib borishingiz kerak edi-da siz. U programmadan polni uzilmoqchisiz, xayrlashmoqchisiz, chiqib ketdingiz unda. U жертваga tushmayapsiz, lekin baribir o'zingizga nisbatan ishonch yetishmasligi bu qirolichalik energiyasi pastligidan. O'zingizga nisbatan ishonch yetishmayapti deb buni siz жертва obrazi bilan va o'zingizdagi bor imkoniyatlarni hammasidan foydalanib turib erkakni o'zingizga jalb qilishni yana qaytalab boshlayapsiz. Yana eski programmaga qaytishni xohlayapsiz. Nimaga? Shu paytda siz faqat erkakni boshqara olasiz, boshqa payt boshqara olmaysiz. Shu paytda erkak sizga podчиняться qiladi. A женский energiyani o'zi bilan, qirolichalik bilan, g'urur bilan, kibr demayapman, eslayapsiz, tushunyapsizlar? G'urur bilan, serjim bilan, o'zingizga ishonch bilan, turib berish bilan, o'zingizni himoya qilish bilan ishlamayapsiz. Shuning uchun ham har gal sizda sinov aynan mana shu temada, ya'ni o'zingni tutib ber, o'zingga ishonchingni ko'rsatib ber. Samatsinkaning balandligini ko'rsatib bermanga, men san orqangdan yuguray deydigan holatdagi sinovlar kelyapti. Qayta bo'lyapti ekanda, shuning uchun. Chunki mana bunaqa bo'lyapti-da, siz yo'qotib qo'yish ehtimol. Endi siz qirolichalikdami, to есть samatsinkadan ham o'sishni boshlaganingizda
Sizga xo'p qanchalik o'solding deb borliq sekin sinov bersa, shartta samotsenkadagi ko'yningizni yechib siz yo'q men жертваman deb turib yugurib borib olasiz. Men juda anaqa obrazga kirib gapiryapman tushunishingiz uchun. Sababi siz voz kechasiz, buni kiymay qo'yaveraman sandan ayriladigan bo'lsa, undan ko'ra sandan ayrilmasdan shunday yashaganim yaxshi. Menga yalin, menga ko'rsatib ber, meni yaxshiligimni. Men senga butun umrimni ham beraveraman, jonimni ham beraveraman, hamma narsa beraman, faqat sen menga pachiyansa qil. Menga mehr ber, chunki men o'zimga bermayapman. Deyapsiz. Lekin bo'lay sog'lom tilda tushuntiryapsiz. Oldin yig'i bilan, sig'i bilan, yalinish bilan, pachiyansa qilish bilan, sinish bilan жертвада edi. Hozir bo'lay o'zingizni razvivat qilyapsiz. Sportga boryapsiz, ustida ishlayapsiz, rivojlanyapsiz. Tashlab ketsa panikaga tushmayapsiz. Tushyapsiz. Oldingi darajadagi yig'lashlar, dod deyishlardan kamaygan. O'zingizni bo'lay увлекать qilyapsiz, nimalar bilandir band qilyapsiz. Mashg'ulotlar bilan band qilyapsiz, sevgi beryapsiz. Ammo baribir qo'rquv degan narsa hali bor. Chunki qirolichalik energiyasi kam. Koroleva qanaqa inson? Korolevani bir eshitib chiqinglar-da. Koroleva hech kimni shaxsiy hayotiga aralashmaydi, yo'qotishdan qo'rqmaydi, birovga pachiyansa qilmaydi va o'zini huquqlarini va boshqalarning huquqlarini juda yaxshi hurmat qiladi va chegarani biladi. Siz chegara, mana ayollik chegarasi, erkaklik chegarasi mana bitta chiziq turibdi. Shu chiziqqa xohlasangiz u yoqqa o'tib ketyapsiz, xohlasangiz bu yoqqa o'tib ketyapsiz. Bu yoqqa o'tkazib yuboryapsiz to'g'rirog'i. Sizni bemalol chegarangizni bosib kira olishadi insonlar va siz ham ularni bemalol chegarasiga bosib o'ta olasiz. Hamma sohada, nafaqat munosabatda, hamma sohada. Shaxsiy hayotga akangiz aralashgan, eslang. Chegara yo'qligi uchun aralashdi. Siz ko'rsatib bera olmadingiz o'zingizga o'zingiz turib bera olishingizni. Endi oyingiz aralashganini eslang, sizdan erkaklikni talab qildi. Xo'p, qirolicha bo'lmoqchimisiz? Oxirigacha qanday qirollardek menga xizmat qilchi? Shaxsiy chegara, munosabatingizda shaxsiy chegara, bularni hammasidagi o'sha chegarani normaga qo'yib olganimizda va birovni chegarasini hurmat qilishni boshlaganimizda o'zimiznikini himoya qilishni boshlaymiz. Avval birovlarnikini qilishimiz kerak. Yo'q, avval o'zingiznikini qilishingiz kerak. O'sha hozir lekin bunday narsa bo'ladi-da, misol uchun boyaga aytganingizdek, shunaqa vaziyatlardan tez chiqib ketaman, o'zimni chalg'itaman, o'zim ustimda ishlab tezroq chiqib ketaman. Keyin ko'p narsaga misol uchun o'zimni loyiq ko'rmayman. Men endi shuni qirolicha yanosi bor deb yurardim, lekin umuman pastda. Loyiq ko'rmaslik ayni qirolichalikka yetishmasligi. Yo, men hozir loyiq ko'raman-ku o'zimga ruxsat beraman misol uchun. Sekin bo'lyapti-ku, sekin o'syapsiz. Iroda opa, bu tushunyapman siz nima demoqchi bo'layotganingizni. O'sdingiz, tan olaman. Lekin hozir yana ongda o'sdingiz-da. Mana siz o'sdingiz, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi etajda o'sdingiz. Tushunyapsizmi? 4 ta etap o'sdingiz. Endi 5 ga chiqazib qo'ydim, misol uchun sizni. Endi 5 ta yashaysiz dedim. O'ttagi sizni uyingiz hali remontsiz. Siz uni remont qilib olishingiz kerak yana. Keyin 6 ga chiqasiz, yana remont qilib. Mana shu uslubda yashaydi inson. Etapma-etap o'sib boradi. Siz aytyapsiz, "Men 4 ta etajda remont qilib bo'ldim-ku, nimaga yana menga remontsiz uy beryapsan?" deyapsiz. Bu hayot, shunaqa berilingan hayot. Mana shu o'sganingizni ko'rsatib beradi-da, tushkunlikka tushib qolish o'rniga siz naborot, "Молодец, shu paytgacha o'sdingmi, endi yana bir pog'ona o'sar ekansan" degan stержень bilan, o'zingizga motivatsiya bilan yanada rivojlanishda davom etishingiz kerak. Qirolichalikni oshirishga nima qilishim kerak? O'zingizni munosib ko'rishingiz kerak. O'zimda ishonch bo'lishi kerak, qo'rquvni yengishim kerak, to'g'rimi? Yo'qotib qo'yishdan qo'rqmaslik kerak, yolg'iz qolishdan qo'rqmaslik kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu sizning hayot missiyasi ekanidan qo'rqmaslik kerak. Munosiblik hissidan qo'rqmaslik kerak. Siz loyiqligingizni oshirib borishingiz kerak. Ha, bo'ldimmi? Men tashlab ketdimmi?
Tashlab ketdim. Tashlab ketdimi? Tashlab ketdi. Всё. Endi men sensiz yashashni ko'rsata olaman. Endi men seni o'zimni energiyam bilan tortib olishni ko'rsata olaman. Men munosib sendan zo'r munosabatga loyiqligimni ko'rsata olish bilan birgalikda sen o'sha energiyamda qaytib kelishingni ham o'zimga isbotlay olaman. Men bu yerda to'g'ri isbot ongi ketishi mumkin. Paka rivojlanish ongiga, ya'ni anglash ongiga chiqmaguningizga qadar. Hozir anglashni xohlamayapsiz-da, menga rivoj ber, davay deyapsiz-da. Shuning uchun mana men sizga aytibman, mana bitta konfet bor, bu juda shirin, davay, shu konfet uchun hatto harakat qil, deyapman sizga. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Bu qirolichalikni yetishmasligi, siz bundanda yaxshi insonga loyiqsiz va sizni energiyangizda normalniy mujik kirib keladi. Uziling deganimda uzila olmadingiz-ku. Munosib ko'rmadingiz. Yo'q, nimalar deyapsiz? Men aslida o'sha inson bilan uzilishni emas, uzilgandan keyin uni siz energiyangizni qumsab yugurib kelishini bilganim va munosiblik hissi sizda uyg'onadi deganim uchun uziling deganman o'sha payt. Siz uni istamadingiz-da, voy dod debordingiz. Keyin men aytdim, paka tayyor emas, значит, mana shu etapda davom etib tursin dedim. Tushunyapsizmi? Tushundim. Shunaqa. Rahmat katta. Iroda zapis qayta eshitasiz. Hozir menimcha uncha anglamadingiz, lekin qayta eshitganingizda yana ham ochiladi anglash. Xo'p? Xo'p, rahmat. Xo'p, jonginam, sog' bo'ling. Durdonaxon, Olambe. Oysha onamizni tanladim-da, men o'shanga beraman dedingiz-ku, keyingi mavzudami yoki yo'q? Keling, shuni ham anaqa qilib. Nega aynan Oysha onamiz? Bilmadim, o'sha o'qib menga o'sha nima yoqdi-da, qandaydir o'zimni ko'rgandek bo'ldim. O'zimni loyiq ham ko'rmadim. Ulardek hali bo'lolmayman-ku, lekin ko'nglimga yoqdi-da shu. Nimasi yoqdi? Ta'sirlanib. Nimasi yoqdi? Erkak kishiga hurmatlari, Yana? hammaga yaxshilik qilishlari, ehson qilishlari. Hamma onamiz shunaqa bo'lgan. Hamma onamiz shunaqa bo'lgan. Yana. Umumiylashtiriryapsiz-da. Yana nima? Shu bo'ldi-yu. Faqat Oysha onamizni o'qidingizmi, Iroda opa? Yo'q, o'qidim. Anongacha Kim o'qidim. Qaysi onalarimizni o'qidingiz, menga sanab beringchi? Men qiynamoqchi bo'lib aytmayapman. Prosta men ulardagi holatdagi umumiy holatni birlashtiryapsiz-da. Individ topolmayapman sizni tanlovingizda. Shuning uchun aytayapman. Salamani o'qidim. Kimni? Zaynab Ummu Salama. Ummu Salama onamizni o'qidingiz, Rizalloh anha. Yana? Sofiya. Sofiya onamizni o'qidim. Xo'p, Sofiya onamizdagi nima xislat sizga yoqdi? Lekin esimda qolmadi, Durdonaxon. Da, Oysha onamiz esingizda qolgani uchun siz eslab qolgansiz. Sofiya onamizdagi juda beg'uborlik sizda bor. Bolalik beg'uborlik, soddasiz siz ham. Shunaqa nejni sodda bo'lganlar ular. Oysha onamiz juda ilmli, chaqqon, idrokli, nima deydi, danak deydi-ku biz o'zbeklarda. Danak qiz bo'lganlar. Bu tarafi bor. Shuning uchun anaqa o'zingiz bir bo'sh bo'lganingizda qayta onalarimizni hayotini o'qib chiqing-da. Ozgina men bu energiyada sizni ko'rmayapman-da. Sizni tanlovingizni men hurmat qilaman. Men prosta bu yoqdagi shaxs sifatida qarab, Oysha onamiz ham yumshoq bo'lganlar, to'g'ri, lekin sizda ulardagi qaysarlik yo'q-da. Sizda yumshoqlik bor. Sizda egiluvchanlik, gibkost bor. To'g'ri, Oysha onamiz ham egiluvchan bo'lganlar, gibkosti bo'lgan. Ular anaqa konkret gap gapiradigan, dangalchi, danak ayol bo'lgan. Shu taraf bo'lgan. Men ozgina endi qaysi onamiz haqida gapirayotganim aytmay, chunki izlaning. Hozir aytib qo'yadigan bo'lsam, men o'sha onamizni o'qiysizda. Men boshqa onamizni xarakteri, to есть nima desam, energetikasini his qilaman sizda. Yumshoqlik, soddalik, beg'uborlik. Lekin unaqa joy yumshoq emas. Men hozir ko'tarilib ham ketyapman lekin. Siz o'qib ko'ring, keyin gaplashamiz. Xo'p, rahmat. Chunki sizda erkaklarni tan olish juda yaxshi-da.
Shuning uchun his qilganim uchun gapiryapman. U Qancha tanlov pulli? o'shanda ham sizniki bo'ladi. Faqatgina kumir tanlayotganda energetikaga ahamiyat beringlar deb vazifa berganim sababi ham aynan o'sha energiyalarni topib olinglar. Bunda intuitsiya zo'r ochiladi-da qizlar. To'g'ri tanlov qilgan bo'lasizlar. To'g'ri, Oysha onamizni, Xadicha onamizni juda mashhur bo'lganlari uchun ko'pchilik tanlaydi. Yoki o'sha sevilganlari juda anaqa ommaviy, lekin hamma onalarimiz sevilgan. Hmm. Hamma onalarimiz qadrli bo'lgan. Hamma onalarimizda o'ziga xos xislatlar bo'lgan. O'sha shedristida ham, egiluvchanliklarida ham, erkakni qabul qilishida ham, hammasida. Ammo sizdagi yumshoqlik boshqacharoq-da. O'shandan keyin ham siz Oysha onamizni tanlasangiz, men shartsizman, juda ham shartsizman. Chunki hayot sizniki. Faqat tanlayotganda energiyaga ahamiyat bersanglar, tanlovinglarda tezroq yetasizlar-da, urovingda tezroq yetasizlar. Shuni nazarda tutyapman. Prosta. Masalan, meni ko'rinishim misol uchun aytaylik, Oybek va Nigoradagi Nigoraga o'xshasa, men hozir Yulduz Usmonovaman desam, g'alati tuyulishi mumkin-da, chunki ulardagi formaga men tusha olmayman. Yoki bo'lmasa, meni ko'rinishim kim desam bo'ladi? Ruslardagi Jasminman desam, trans Jasmin aytmayman, конечно. Qo'shiqchi pivitsa Jasmin aytyapman. O'shaman desam, g'alati bo'lishingiz mumkin-da, chunki energiyamni his qilmaysizlar. Meni energiyam Nigorani berib turibdi-da. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ma'noda aytyapman. Ya'ni bu yerda ulardagi yumshoqlik sizda borligi uchun aytyapman. Sizda xitris yo'q-da. Danaklik yo'q. Dangalchilik, cho'rtkesarlik yo'q. Shundaylik-a. To'g'ri. Shu taraf, aynan shu tarafini inobatga olasizlar va shuni aniqlashni o'rganasizlar deb vazifa berdim aslida. To'g'ri, ilm olishingiz uchun ham vazifa berdim buni. Aytib bersam bo'lardi, siz falonchi onamizga energetikangiz yaqin, siz po'kinchi onamizga yaqin, siz falonchi sahobiyaga yaqin, sahobiy ayollarga yaqin deb aytib bersam bo'lardi. Unda sizlar o'zi anaqa nima deydi, o'zlashtirishingiz osonlashardi. Lekin imini o'zingizlar topinglar dedim. Nimaga? O'zingizlarni o'zingizlar aniqlashtirganingiz sayin o'zingizga nisbatan qiziqish ortib boradi.